Fundamentda diagonalni aniqlash qo'yish uchun qanaqa o'lchovchilar amalga oshiriladi? Masalan, 10 metrga 10 metrlik fundament bo'lsa, endi fundamentda qalinligi muzlash chuqurligidan kelib chiqqan holatda, buni qalinligi tushagan og'irlikdan kelib chiqib aniqlanadi. 8 mi, 1 metrmi yoki boshqami. Biza aynan hozir diagonalni aniqlashimiz kerak. Ya'ni diagonal birinchi mana bu ikki taraf fundament quyilgandan keyin mana bu taraf aniq 90 gradusda tushyaptimi, aniq qiyshib ketib qolmayaptimi, sredinlikdan tashqari aniq hisob-kitob asosida ko'rish mumkin. Buni aniqlash uchun Pifagor teoremasi kerak bo'ladi. Bu Pifagor teoremasi qanaqa edi? Formulasi demak diagonal teng bo'ladi. Hop, ilzosti a kvadrat plus b kvadrat. Hop, buni hozir qanaqa qilib hisoblashni ko'rib chiqamiz. Buni o'z maktab qanaqasida programmasida o'tiladi. Biz kalkulyator olamiz. Demak, mana bu taraf 10 metr, bu taraf 10 metr. 10 10 ga ko'paytirsa 100 bo'ladi, to'g'rimi? 10 ko'paytirib 10. 100. Endi ikkinchi taraf ham 10 metr. Bo'lmasam yana shunaqa o'zini o'ziga ko'paytirib kvadratini aniqlab olardik. Qo'shamiz yana 100 metr. Hop, chiqqan sonni ikkingizda endi ildiz ostida buni chiqarishimiz kerak. Ildizdan bossak 10140 deb bosgan bo'ladi yaxshilasak. Endi o'lchab ko'ramiz mashina. Hop, mana bu o'lchov uchun instrument oldik. 10142. Shuna qilib aniqlash orqali Pifagor teoremasi yordamida diagonalni aniqlash mumkin. Endi bu boshqacha bo'lishi mumkin, boshqacha raqamda bo'lishi mumkin. Shuna qilib diagonalni topgandan keyin bu ichki devorlarni chizsa bo'ladi. Asosiy devorlarni diagonalni chiqargandan keyin.